Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan ikkita harf ko'rib chiqamiz. Birinchisi fa, ikkinchisi esa qof harflari. Fa bir kema misolida, xuddiki T harfimizni yozganimizdek bo'ladi va bir dona nuqtasi. Qof esa xuddi shuni o'zi satr ustida kemamiz, bu esa kattaroq. Bu qayiq bo'lsa bu kema desak ham bo'laveradi. Mana. Fa va qof kalimalari. Nima uchun birdaniga o'tamiz? Hozir sababini ko'rib olasizlar. Ikkalasida ham bosh ko'rinishni yozmoqchi bo'lsak, bosh ko'rinishni har doim kabi kesib olamiz. Fa ko'rinishi dumaloq tarzda yozib, yonga o'tamiz va bir dona nuqta qo'yamiz ustiga. O'rtada yozmoqchi bo'lsak, bundan oldingi darslarga kabi ayn kabi yoziladi, faqat aynni dumalog'i uchburchak bo'lgandi-yu. To'g'rimi? Bunda esa dumaloq tarzda yoziladi. Qofda ham xuddi shundoq, davomida o'rgataman, mana. Tarzda keldi, bu ham xuddi shu tarzda o'tib ketyapti. Faqat buning nuqtasi ikkita, bu ham o'rtada ikkita egib o'tdi, bunda esa bitta ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, oxirgi ko'rinishlarda esa keling buni kattaroq tarzda yozib ko'rsataman. Fa tarzda mana bu ko'rinishda yoza qolaylik. Qof esa xuddi shu kelgan tarzda pastga qarab tushadi. Ko'rdingizmi? Fa va qof. Bosh bir xil, o'rta bir xil, oxirgi harflar esa har xil. Nimaga? Qoidamiz bor edi. Boshida kesib olardik, o'rtasida o'zini olib kelib qo'yardik. Fada ozgina istisno bor, yozishga qulay bo'lganligi uchun olib kelib qo'ymaysizlar, kelib aylanib o'tib ketasizlar. Keyingisi fa, qof xuddiki boshidagi ko'rinish bilan oxirdagi ko'rinish bir xil qoidamiz. Ana endi sizlar bilan yozuv qismlarini ko'rib chiqamiz. Harflarni ham yozib oldik. Bularni ozgina bir chekalik qilib qo'yamiz. Yozishda davom etamiz. Bularda bosh ko'rinishda fadan boshlaymiz. Fa, ro. Fa, ro, ba bo'la qolsin. Farobiy hazratlarining ismlari bilan fa, ro, ba. Yoki keyingi yozuvimizda fata yoki fatat. Fatat tarzda. Keyingisi o'rta ko'rinishlarda mana dumaloq o'zi holat. Ko'rdinglar? Oson, juda ham oson arab tili. Keyingisi o'rta ko'rinishni yozamiz. Safar so'zini o'zbek tiliga mosroq so'zlarni olsak, safaro misol uchun. Yoki zofar. Zofaro misol uchun. Buni dumaloq qo'ysak, farqiga borasizlar. Zofar. Keyingisi oxirgi ko'rinishda bo'ladiganlar alif bilan olaylik. Arofa. Arofa yozilishligi mumkin yoki boshqa so'z bilan xo'p torof bo'lishligi mumkin. Torof tarzda. Bu ulanganda, misol uchun toroyaf yana o'tmaganmiz. Torotaf bo'la qolsin. Mana ulanda qo'shildi. Torotaf ulangan tarzda, ulanmagan ko'rinishda. Ana endi sizlar bilan birgalikda qof harfini ko'rib chiqamiz. Qof harfi xuddi shu shaklda bo'ladi, faqatgina nuqtasi ikkita. Men yozib o'tirmadim. Sizlar u narsani o'zingizlar alohida yozishinglar mumkin bo'ladi. Ikkita nuqta qo'ydim. Qoroba. Keyingisida qotat. Sa qor. Zo qor. Aroqa. Torotaq tarzda. Ma'no bo'lmasligi mumkin, lekin asosiy bo'lgan narsa bizda mutolaamiz ochlikka qaratilmoqda. Ko'rdingizmi? Juda ham oson. Ana endi sizlar bilan birgalikda fa va qof harflarini birin-ketin mahrajlarini ko'rib chiqamiz. Fa harfidan boshlaymiz, chunki fa harfi juda ham oson bo'lgan harf. Mana. Talaffuzi o'zbek tilidagi fa bilan bir xil. Lotincha yozdim, yoshlarimiz yaxshiroq tushunishligi uchun. Fa, falak, fi, firuza, fu, furqon kalimalarda to'g'ri kelaveradi. Va sukuli bo'lganda if, if, uf tarzda to'g'riga holatda ozgina havoni tashqariga ufurgan holatda chiqazasizlar. Qo'lingizdan qo'yasizlar. If, if, uf tarzda havo tashqariga chiqib turishi kerak talaffuz qilayotganda. Deylik, afroz bo'ladigan bo'lsa, afroz demaysizlar, afroz tarzda aytasizlar.
Keyingisi qof kalimamiz ozgina murakkabligi bor. Qaysi jihatdan? Birinchi navbatda qa deb talaffuz qilmaysizlar. Qalam deymiz-ku? Yo'q. Qolam deymiz. Qo. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu tomog'imiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu qism bo'ladigan bo'lsa, k kabi mana bu yaqinroq qo'ymaymiz. Ya'ni k degandek q demaymiz. Q tebratish bo'lmaydi, balki q tomog'idan ichkariroq qismni aytamiz. Bunda qanday aytasizlar? Boshida bo'yninglarni sal ko'targan holatda talaffuz qilishingiz mumkin. Qo, qi, qu tarzda yo'g'on chiqishlik kerak. Bu birinchi xislati. Birinchi xislat. Mana bunday qilsak. Ikkinchi xislat nima? Sukunli bo'lganda. Misol uchun aq, iq, uq deb tebratamiz. Tebratadigan harflarimiz toifasiga kiradi. Esingizda bo'lsa, jim bor edi, aj, ba bor edi, ab, dal bor edi, ad. Bu ham o'shalarning toifasidan qof, to, ba, jim, dal harflar hammasi tebratish harflari kiradi va bu aynan shu harf. Aq, iq, falaq, xolaq deb tebratishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib o'tganingizdek, bitta dars o'zida, bor yo'g'i 10-15 daqiqani o'zida siz ikkita harfni o'rgandingiz. Buning sababi arab tili juda ham osonligi. Ishoning, siz tez orada ham kalomni, ham arab tilidagi bo'lgan matnlarni bemalol o'qiy olasiz. Salomat bo'ling, siz bilan birga Ibrohim Muhiddin bo'ldi.